Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Uzoq tanaffusdan so'ng Shirin Dunyo yana sizlar bilan. Bugun birgalikda juda ham mazali chiqadigan mevali medavik, ya'ni asalli tort tayyorlaymiz. Juda ham mazali, yumshoqqina, mazasi og'izda qoladigan ishtahali tort bo'ladi. Demak, ishimizni boshlaymiz. Chuqurroq idishimizga 150 gram asal solamiz. Asalni har qanaqa turidan ishlatishimiz mumkin. 120 gram sariyog' solamiz. O'rta olovga qo'yamiz. Sariyog'i to'liq erib ketishi kerak, orada aralashtirib turamiz. Massamiz qaynab ketmasin. Sariyog'i erib ketganidan keyin ustiga 1,5 choy qoshiqda pishiriq sodasi va 1 choy qoshiqda limon sokidan qo'shamiz. Asal bilan soda tezda reaksiyaga kirishib ko'pirib ketadi. Tez-tez aralashtirishimiz kerak va albatta idishimiz ham chuqurroq bo'lishi kerak. Massamiz toshib ketishi mumkin. Taxminan 1-2 daqiqa davomida tez-tez tinmasdan aralashtiramiz. Xuddi shunaqa tilla rangga kirgunigacha. Va endi olovidan olamiz. Yana biroz aralashtiramiz. Taxminan 35-40 gradus issiqlikda sovishi kerak. Juda ham qaynoq yoki juda ham sovib ketmasligi kerak. Va soviganidan keyin ranglari o'zgarib, to'q karamel rangga kiradi. Chetga qo'yib turamiz va korjimizni, tuxumli massasini tayyorlab olamiz. Kattaroq chuqurroq idishimizga 5 dona tuxum, 100 gram shakar, 1 chimdik tuz va 1 choy qoshiqda vanilin shakari solamiz. Mikser yordamida oppoq quyuq massaga kelgunigacha ko'pirtirib olamiz. Tuxumni hajmi kichikroq bo'lganligi uchun 5 dona ishlatdim. Kattaroq tuxum bo'lsa 4 dona ishlatsak ham yetarli bo'ladi. Mana tuxumli massamiz chiroyli bo'lib ko'pirib chiqdi. Endi asalli massamiz ham bu orada bizga kerakli bo'lgan darajada sovishga ulgurdi. Gradusda ham o'lchab ko'rsatdim. 43 gradus atrofida issiq. Va endi tuxumli massamizni ko'pirtirib turilgan holatda asalli massani sekin quyamiz. Bu joyda biroz tezroq ishlashimiz kerak. Suyuq massa karamel bo'lib qotib qolmasligi uchun. Asalli massani hammasini quyib, mikserni eng past tezligida yana biroz aralashtirib olamiz. Endi ustiga unni elakdan o'tkazib qo'shamiz. 250 gram un ishlatdim. Mahsulotlarimizni turiga qarab unni grami o'zgarishi mumkin. Biroz kamroq yoki biroz ko'proq ketishi mumkin. Yengil-yengil aralashtiramiz. Unni qolgan yarmini qo'shdim. Va biskvit xamirimiz tayyor. Xuddi shunaqa quyuq suyuqlikda bo'lishi kerak. Endi oldindan qog'oz to'shab tayyorlab qo'yilgan qolipimizga xamirni hammasini quyib olamiz. 20 santimetrli qolipga qo'ydim. Va bu orada duxovkamizni ham tepa pastini baravar qilib yoqib, 160 gradus issiqlikda qizitib qo'yishimiz kerak. 35 daqiqa davomida pishirishga qoldiramiz. Biskvitimiz hamma joyi ichlari to'liq pishdi. Qolipidan ko'chirib olib, to'liq sovitishga qoldiramiz. Bu xamirdan katta yoyiq patnisda pishirib olishimiz ham mumkin, 4 burchak, ya'ni tort qilishimiz uchun. Juda ham yumshoq, paxtadek yumshoq bo'lib chiqadi. Mana ko'rsatib o'tdim.
To'liq soviganidan keyin korjlarni kesib olamiz. Sovidi, biskvitni men 4 ta korjga bo'ldim. Xohlasak 3 yoki 2 bo'lakka bo'lishimiz ham mumkin. Tepa qismini maydalab, tortimizni atroflarini yopish uchun ishlatamiz. Mana bir tekisda qilib kesib tayyorlab bo'ldik. Blender yordamida maydalab urvoq holatiga keltirib oldim. Endi tortimizni kremini tayyorlashni boshlaymiz. 300 gram suyuq qaymoq, 300 ml, 36% qaymoq ishlatdim. Qaymoqni o'zini hech narsa qo'shmasdan mikser yordamida oppoq quyuq holatga kelgunigacha ko'pirtirib olamiz. Mana tayyor, chetga qo'yib turamiz buni. 500 gram smetana, yog'lilik darajasi balandroq bo'lgan turidan ishlatishimiz kerak. 32% smetana ishlatdim. 110 gram shakar pudrasi, 1 choy qoshiqda vanilin shakari. Venchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Smetana aralashtirilganidan keyin suyuqroq holatga keladi. Va endi buni ustiga boyagi tayyorlab qo'yilgan, ko'pirtirilgan qaymoqni qo'shamiz. Mikser qilmasdan venchikni o'zida yengil-yengil aralashtirib olamiz. Kremimiz tayyor. Tez va oson tayyor bo'ladigan yengil ta'mdagi krem bo'ladi. Endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Biskvit pishirilgan qolipni o'ziga korjlarimizni bittadan qo'yib, krem bilan bostirib chiqamiz. Birinchi korjimizni qo'ydik, kremidan ko'proq qilib solib, qoshiq yordamida tekislab olamiz. Endi oralariga xohishga ko'ra meva qo'yishimiz mumkin. Muzlatilgan malina ishlatdim. Mevani xohlamaganlar mevasiz tayyorlashlari mumkin. Lekin malina bilan juda ham mazali chiqadi. Qaymoqli smetanali krem bilan malinani mazasi bir-biriga juda ham yaxshi tushadi. Ikkinchi korjimizni qo'ydik. Krem solib tekislaymiz va yana xuddi shu tarzda takrorlaymiz. Bu arada kremidan 3 yoki 4 osh qoshiqda chetga olib qo'yishimiz kerak. Tayyor tortimizni atroflarini ustini yopish uchun. Oxirgi korjimizni teskari tomonini qo'yamiz. Biroz bostirib olamiz va ustini yopib, bir necha soat davomida sovutgichga qoldiramiz. Men kechki payt tayyorladim, ertasi kuni oldim, kechasi bilan turdi. Tortni qolipidan ko'chirib olamiz. Aytib o'tganimdek, biroz olib qo'yilgan kremimiz bor. Atrofini va ustilarini yaxshilab tekislab yopib chiqamiz. Tayyorlab qo'yilgan urvoq bilan yopib chiqamiz. Shu bilan tortimiz tayyor. Xohishga ko'ra bezatishimiz mumkin va bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi. Kesilganidan keyin yana ham chiroyliroq ko'rinish berishi uchun quritilgan malinadan biroz sepib chiqdim ustiga. Tort kesilganidan keyin juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Va albatta bu tortni tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Oson, tezda tayyor bo'ladigan turidan bittasi, ya'ni medavikni. Mana ekranda ham ko'rib turibsiz, qanchalik ishtahali, yumshoqqina chiqqan. Fikrlaringiz, savollaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring, javob berishga harakat qilaman. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting.
Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.